Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. Istiqlol kundalik xabarlarini ko'rishingizga qizg'in qarshi olamiz. Men Arshidin Ediqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibiga aloqador muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qani diqqətingizlar ekranimizda bo'lsin. Xitoy Şərqi Türkistanға Xitoy oqqonlarini davomli tez sur'atda ko'chirmoqda. Xitoy ishg'oliyatdagi Sharqiy Turkistonni butunlay xitoylashtirish uchun atalmish G'arbiy rayon plani nomida Xitoy o'lkalaridan zo'r miqdorda Xitoy oqqonlarini davomli ko'chirmoqda. Xitoy yoshlar to'rining 22-iyuldagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Xobi o'lkalik kommunistik yoshlar ittifoqi komiteti Xobi o'lkasidagi oliy maktab o'quvchilarining atalmish G'arbiy rayon plani bo'yicha fidoyilarni Shinjonga avitish nomida yo'lga chiqish murosimi o'tkazgan. Murasimda Wuhandan Sharqiy Turkistonga avitiladigan 240 dan ortiq atalmish fidoyi Xitoylar yo'lga silingan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, bu yil Xobi o'lkasi atalmish fidoyilarni Shinjonga yordamga avitish G'arbiy rayon plani nomida jami 764 oqqonni Sharqiy Turkistonga ko'chirgan bo'lib, buning ichida har qaysi shahar viloyatlarga avitilgan oqqonlar 512 nafar. Atalmish ishlab chiqarish qurilish diviziyasiga yerlashtirilgan Xitoy soni 252 nafar ekan. 2024-yili Xitoy oliy maktab o'quvchilari atalmish G'arbiy rayon plani bo'yicha fidoyilarni qabul qilish nomida Sharqiy Turkistonga ko'chirib kelgan oqqonlarning soni zo'r darajada oshgan bo'lib, bu yil mazkur tur yo'lga qo'yilgandan buyon Sharqiy Turkistonga ko'chirilgan Xitoy oqqonlarining soni eng ko'p 1 yil bo'lgan. Xitoy tashviqot vositalarining xabarida 2024-yillik atalmish G'arbiy rayon planiga tizimlashning jiddiy davomlashayotganligi, 2024-yili odatdagi oliy maktablarni bitirgan yoki aspirantlikda o'qiyotgan o'quvchilarning atalmish G'arbiy rayon fidoyilari planiga tizimlashsa bo'lganligi qayd qilingan. Xitoy Sharqiy Turkistonni butunlay xitoylashtirish razil maqsadida har qaysi viloyat, shahar, oblastlardagi tashviqot vositalari orqali har xil nomlarda Xitoy o'lkalaridan Xitoy oqqonlarini taklif qilib, Sharqiy Turkistonga yerlashtirish harakatini alohida tashviq qilib kelmoqda. Bundan ilgari tarqatgan sillardimi Xitoylar Sharqiy Turkistonga yerlashishga chaqirilib, oqqonlarga haqsiz uy, haqsiz yer, usumsiz qarz, zo'r miqdorda yordam puli ta'minlanganligi tashviq qilingan edi. Yaqinqi yillarda Xitoy Sharqiy Turkistonda oldi bilan yezi kanatlardagi dehqonlarni har xil vositalar bilan terilg'u yerlarini hamkorlik kooperativiga berishga majburlagan. Ondan yerlardan ayrilgan dehqonlarni atalmish ishinchi emgakchilarni yo'tkab ishga o'rlashtirish nomida Xitoy o'lkalariga surgun qilishga sharoit hozirlagan. Orqadan har xil nomlar bilan Sharqiy Turkistonga Xitoy oqqonlarini yerlashtirgan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqini bostirish, keng ko'lamda tutqun qilish, majburiy emgakka silish, surgun qilish qatorliq vositalar bilan irqiy qirg'inchilik yurgizib, Sharqiy Turkiston zaminini to'liq yutib olib, butunlay xitoylashtirishdan iborat razil maqsadiga yetishga urinayotganligini, alohida yuqori ta'minotlar, turli nomlar bilan Xitoy oqqonlarini ko'chirib kelish harakatini izchil jiddiy davomlashtirayotganligini bildirishmoqda. Kanada Xitoyning chet el soqchilarini tekshirib chiqdi. Kanada doiralari Xitoyning chet el soqchilarini dastlabki qadamda tekshirib chiqqan bo'lib, xalq hukumatni yangi qonun bo'yicha Xitoyning davlat xalqiga bostirish harakatlarini jazolashga chaqirgan. Bloomberg agentligining xabar qilishicha, Kanada tavalligidagi Xitoyning barliq maxfiy soqchixonalariga qaratilgan dastlabki tekshirish zo'r natijaga erishgan bo'lib, Kanada hukumati 7 davlat guruhi bilan buningga taqobil turishni maslahatlashdi ekan. Bildirilishicha, o'tgan 2 yilda Xitoyning g'arb davlatlarida Xitoylarni kuzatish va tahdid silish uchun maxfiy soqchixonalarni qurganligi qattiq ayblangan bo'lib, bu qonunsiz soqchixonalar Kanada, Amerika, Italiya, Germaniya va Angliya qatorli ko'plagan davlatlarning qattiq andisini qo'zg'agan. Ahvoldan xabardor ismini oshkorlashni xohlamagan 2 kishining Bloomberg agentligiga aytishicha, Kanada hukumati kelgusi bir necha hafta ichida tekshirish natijalarini 7 davlat guruhi bilan o'rtoqlashishni planlayotgan bo'lib, zarur tadbirlarni muzokara qildi ekan. Amerika ovozi Kanada xon jamiyati soqchilarining aloqador tekshirish natijasini surishtirgan bo'lib, ular tekshirishning davomlashayotganligini, ammo xon jamiyati soqchilari davlatning nurg'un joylarida Xitoy ta'sis qilgan qonunsiz soqchi faoliyatlarining to'xtatilganligini jazmlashtirib oladiganligini aytgan. Xitoyning chet ellardagi singib kirish harakatlarini tadqiq qiluvchi mutaxassislarning ko'rsatishicha, Kanada Xitoy rejimining yer osti soqchixonalarini umumyuzlik tekshirgan tunji demokratik davlat hisoblanadigan.
Kanada xalqi hukumatni yaqinda kuchga ega bo'lgan chet elning aralashishiga qarshi turish qonuni bo'yicha Xitoyning maxfiy soqchilarni boshqargan kishilarni ilgirgideklab faqat ayblabla bo'ldi qilmay jazolashga chaqirgan. Xabarda qayd qilinishicha, garchi Kanada chet elning aralashishiga qarshi turish qonuni va ijro qilishda hamisha boshqa ittifoqdoshlaridan bir qadam keyin qolsa-mu, ammo o'tgan yarim yilda chet elning aralashishi to'g'risidagi oshkora tekshirish harakati ijobiy natijalarni qo'lga keltirgan. Qo'g'dug'ichi muhofizatchilar tashkiloti egillagan uchurlarga asoslanganda, Kanadadagi taxminan 8 o'rinda Xitoyning chet el soqchixonasi bor bo'lib, uning 5i soqchixona musofirlar mulozimat punkti, 3i Xitoylarga yordam markazi nomida mavjud bo'lib turmoqda ekan. Bular Kanadaning Toronto, Vancouver va Montreal qatorliq shaharlarga tarqalgan. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar ministrlari yig'ini boshlandi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar ministrlari yig'ini Bryusselda boshlangan bo'lib, Ukraina va O'rta Sharqning navbatdagi vaziyati muzokara qilindi ekan. Yevropa Ittifoqining tashqi munosabat va bexatarlik siyosati bo'yicha oliy vakili Josep Borrell riyosatchilik qilgan yig'inda a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlari shundaqla Ukraina tashqi ishlar ministri Dmitriy Kuleba qatnashdi ekan. Borrell yig'indan ilgari taratqularga bayonot e'lon qilib, Ukrainadagi tok ishlab chiqarish iqtidorining 70%ning buzilganligini, bu ahvolning yetib kelayotgan qish faslida fuqarolarning turmushini qiyinlashtirganligini aytgan. U yig'inda Yevropa Ittifoqining raisi vazifasini o'tayotgan Vengriya bosh ministri Viktor Orbanning Ukraina ziyoratidan keyinla ilib borgan Rossiya ziyoratining muzokara qilinganligini eskartgan va Yevropa Ittifoqi Ukrainani qo'llaydi hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasiga asosan bu urushning oxirlashtirishni xohlaydi. Yevropa Ittifoqi urushni davomlashtirish uchun tirishmayotdi. U Ukrainani bir hujumdan qo'g'dayotdi degan. Rossiya Mikolayev shahriga boshqarilgan bomba bilan hujum qildi. Rossiya qismlarining Ukrainaning Mikolayev shahriga qilgan boshqarilgan bomba hujumida 3 kishi qazo qilib, 15 kishi yaralandi. Ukraina jiddiy qutqizish organining bayonotida qazo qilganlardan birisining shundaqla yaralanganlardan 4tining kichik bola ekanligi bildirildi. Bayonotda yana boshqarilgan bomba hujumi natijasida ba'zi binolarning buzilganligi uqtirildi. Rossiya Baydenning prezident saylamidan chekinishi haqida to'xtaldi. Rossiya prezidentlik mahkamasi bayonotchisi Dmitriy Peskov Amerika prezidenti Jo Baydenning 2024-yili 5-noyabrdagi prezident saylami kandidatligidan chekinishi to'g'risida to'xtaldi. Peskov Rossiya prezidenti Vladimir Putinning bundan ilgari bayonot e'lon qilib, Rossiyaning oldini faraz qilg'ili bo'lgan biri sifatida Baydenni muvofiq nomzod deb qaraydiganligini aytganligiga ishorat qilib, saylamga yana 4 oy bor. Bu nurg'un ishlarning o'zgarishiga yetkudek uzun jarayon. Sevirchanlik bilan bundan keyin nima ishlarning yuz beradiganligini kuzatish kerak. Bizning muhim ishimiz alohida harbiy harakatning nishoniga yetish dedi. Amerika prezidenti Jo Bayden 5-noyabr o'tkaziladigan saylamning nomzodligidan chekinganligini, saylamda muavin prezident Kamala Harrisning qo'llaydiganligini jakarlagan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.